Ha, yo'q, aloqa qilmaymiz, chunki ularni vaqti yo'q murabbiyga. Ularni vaqti yo'q. Menga vaqt ajratishga. Men ularga 7-8 yil vaqt ajratganman, lekin ular menga 1 minut vaqt ajrata olmagan. Eldor Shomurodov birinchi kelganida qanaqa bola edi yoniga kelgan? Necha yosh edi? 12 yoshda edi. Birinchi filtr gruppaga kelgan 93, 94, 95-yil bolalar 30-40 tasi filtr gruppada edi. Avezov Otajon bilan Bahodir Shaymardanov ularni shug'ullantirgan. Undan keyin taqsimlab bo'lingan 93 gruppasiga, 94 gruppasiga, Shomurodov отдельно 95-96 gruppaga o'tgan. Kichkinagina kallasi katta bolacha edi-da. Akasi bilan kelgan deyapti, shunaqamidi? Yo'q, akasi bilan kelgan. Birinchi akasi olib kelib o'tmagan-ku futbolga olib kelganda, to'g'rimi? Birinchi o'tmagan. Birinchi akasi kelgan. Aleshnikov olib kelgan, Aleshnikov. Ha. Bizani futbol skautimiz bor edi. Georgiy deydi, Aleshnikov, Surxondaryolik. Hozir Surxondaryo futbol maktabida nima bo'lib ishlayapti? Skaut. Seleksioner, trener bo'lib ishlayapti o'sha odam. Bizga ko'p Abdurayimni ham shu odam olib kelgan. Abdurayim bilan Shomurodov birga kelgan ikkovi. O'sha filtr gruppaga kelib, keyin qo'shilib trenirovka qilib, asta-sekinlik bilan 16-17 yoshda o'zgarishni boshlaganda. Siz natijalaringizdan xursandsiz, o'zi. Biz qanday xursand bo'lmaysan? Sen o'zingni bolang Italiya chempionatida, hozir jahon chempionatida o'ynaydi. Kerak bo'lsa, boshqa chempionatlarda, Rossiya chempionatida o'ynagan. Bugun finalda o'ynaydi. Bugun final. Eronga qarshi. Men masalan qilgan mehnatimizdan bitta men emas, klubimiz, hamma ishchilarimizni mehnati bu. Bitta men emas, katta jamoani mehnati. Aloqadami hali ham? Ha, yo'q, aloqa qilmaymiz, chunki ularni vaqti yo'q murabbiyga. Ularni vaqti yo'q. Menga vaqt ajratishga. Men ularga 7-8 yil vaqt ajratganman, lekin ular menga 1 minut vaqt ajrata olmagan. Ha, Eldor. E'tibor qiling bunga. Jamoadan chiqqanlar hammasi. Ha, da.